Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel 360 ga balali 260 lik joy. Ikkita chekka taxmon bo'lgan, o'rta tokcha bo'lgan. Tokchaning pastini olib tashlashgan. Remontdan oldin qildirilyapti. Eng ma'quli remontdan oldin qilish. Mebel tayyor bo'lgandan keyin xuddi mana derazalar o'ralgan kabi o'rab tashlashadi. Buni afzalligi devor burchagida agar qesha joy bo'lsa, remontda qilishayotganda to'g'rilab olish imkoniyati bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Bitta garderob, o'rta polka, eng chekka taxmon bo'lyapti. Sekin ko'rsatib boramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matrizdan tayyorladik. Xo'p, arzon variantda bir taraf garderob, yoni polka, oyna qo'yib berganmiz. Oshxona-moshlarimiz vakuumli, high-tech ruchkalar. O'rtasi polka. Bu chekkamiz taxmon, faqat pastdan tepaga qarab taqlashaveradigan. Tepasi hammasi antresol, ruchkalar. Xo'p. Razmerimiz 360 ga balali 260. Qo'shimcha polkasi bo'lgani uchun shkaf ichida narxi 100 ming qimmat chiqdi. 4 million 600 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.